Bugün 1-iyun. Xudo xolasa sizlarga tutni sop ko'rsatib beraman. Xorazm Qoralpoq territoriyasida sop boshlayverasizlar. Bilasizlar, buni avgustda sop bo'lmaydi. Sovuq kirib ketadi. Shuning uchun hozir vaqti sopni bosangizlar, Xudo xolasa yuzakadagi rivojlanib qoladi. Videomiz ham sal uzunroq bo'lishi mumkin. Bu shaklda kesib olamiz. Bir yerdan suv chiqqan yine. Iloji bo'lsa suv demaslik kerak sapiga. Yuqoriroqdan sapasizlar. Endi hozir 1-2 mutuk sapıyorum ben. Bu yilgi chiqqan toza shaqasini olasizlar. Tutni, men hozir shol tutdan keldim. Birinchi, ikkinchi mutuklaridan sapasizlar. Uchinchi, buyallari xom dol hisoblanadi hali. Shunda bu shaklda kesib olamiz. Bergani bo'ladi. Deb kesib olamiz. Shuncha tayoqdan chiqishi kerak edi. Ko'rdingizlarmi? O'zunda qolib ketmasin shu. O'zunda qolsa tutmaydi do'stlar. Mana shunday ochamizdan Xudo xolasa üstü qirqilmay 14-15 kun duradi bu. Shunga deyin yaralari bitib, Xudo xolasa mutuk rivojlanishni boshlaydi. Shunday deb boylab olamiz. Iloji boricha bitta qisib qo'yinglar. Tekiz yopishishi uchun. Mutuk açık kalsın. Olsa acayip koyup tutup gidedi. Bu yıl 70 santim, 80 santim, 1 metrece ötedi. Bu pişken dalı kaladı. Yukarıda ham dalı kuruydu bunun dostlar. Şunun için öteraklı rivojlanışı için birinden çıkan yavayı şakalarını tez alıp durasızlar. Xudo xolasa uni ham ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa 14-15 kundan ustun 40 tashiymiz. Keyin mutuk rivojlanishni boshlaydi. Video yoqqan bo'lsa bir like ni qo'yamiz.